sohasida shu yana yangiliklar yaratish. O'zim teng yoshdagilarga maslahat beraman, chekkaga borib ishlab yurish shart emas. Mana shu yerga o'zimizga hamma ishni qilsa bo'laygan ishlab. Yana bundanda ishlarimni kengaytirishga oldimga maqsad qo'yganman. Prezidentimizga rahmat, ancha yengilliklar yaratib bergan. Biz mahsulotlarimiz Baland mahallasida istiqomat qiluvchi 27 yoshli Musliddin Shodiyev yosh bo'lishiga qaramay tadbirkorlik faoliyati orqali 20 nafar fuqaroning bandligini ta'minlashga erishdi. U isitish pechkalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona tashkil etib, mahalliy aholining ish bilan ta'minlanishiga munosib hissa qo'shmoqda. Imtiyozli kredit hisobiga xorijdan olib kelingan zamonaviy dastgohlar yordamida ish unumdorligi va sifati oshmoqda. Mana bundan ancha yil oldin oilaviy korxona ochganmiz o'zimiz. Mana hozir 15 yildan oshdi ishlab chiqarishni boshlaganimizga. Mana hozir ishlarimiz kengayib, mahallamiz tomonidan imtiyozli kreditlar olib, ishxonalarimizni kengaytirib, apparatlar olib, hozirgi kunga 20 ta 25 tagacha ish o'rinlari yaratildi. Hozir mana 10 turdagi pechkalar ishlab chiqaramiz. Ulardan o'zimizni mana 12 ta viloyatimizga yetkazib beramiz. Yana qo'shni Tojikiston ham chiqarib yetkazib beryapmiz. Bir oyga 3000 ta, 4000 tagacha buyurtma asosiga ishlab chiqaramiz pechkalarni. Yana kelgusida ishlarimizni kengaytirib, yana ish o'rni yaratish maqsad qilganmiz oldimizga. Hokim yordamchisi mana tavsiyalarni beryapti. Mana prezidentimizga ham rahmat, urgutimizga temir yo'llar kirib keldi. Endi yana bizga ancha yengilliklar bo'ladi, yuklarimizni olib kelishimizga, mana bu metallarimizni olib kelishimizga yengillik bo'ladi ancha. Ishchilarimiz endi 10 million, 15 milliongacha oladi, ishiga qarab oylik oladi ishchilarimiz. Biz yana endi oldimizga maqsad qilganmiz, temir sohasida shu yana yangiliklar yaratish. O'zim teng yoshdagilarga maslahat beraman, chekkaga borib ishlab yurish shart emas. Mana shu yerga o'zimizga hamma ishni qilsa bo'laygan ishlab. Yana bundanda ishlarimni kengaytirishga oldimga maqsad qo'yganman. Prezidentimizga rahmat, ancha yengilliklar yaratib bergan. Biz mahsulotlarimizni Samarqanddan zavoddan olamiz, Toshkentdan zavoddan olamiz. O'sha olib kelishga bizga ancha endi qimmatga tushadi. Mana urgutimizga temir yo'l kirib keldi. Endi yanada bizga yengillik bo'ladi olib kelishimizga shu yuklarimizni. Yanada arzonroq tushib keladi bizga yuk olishimiz. Bugungi kunga kelib 20-25 tagacha ishchi o'rni yaratildi. Yana kelajakda bundan-da kengaytirish rejalarimiz bor. Oldinga ishchi o'rni yaratish. Bu mahallada 20-25 ta kishi ishlaydi. Bu yerda sharoitlari, tushliklari vaqtida beriladi. Oyliklari 10 milliondan 15 milliongacha to'lanadi. Men 17 million oylik olaman. Ish vazifam payvandlayman, tempomat qilaman. Men bir kunda 10 ta pechkani payvandlab, keyingi bosqichga sotishga chiqarib beraman. O'zi hammani ish o'rni boshqa, bir qiladiki, qayradi, boshqaladiki, bir qiladiki, kraska sepadi. Hamma narsa o'zi kompyuterlashgan, avtomatik kesiladi hamma narsa. Yuqori texnologiyalari bu. Hamma narsa chet tilliki. Bu xonada o'rganganim yaxshi, chetga chiqmayman, qiynalmayman. O'zimni yurtim, o'zimni mahallam. Shu yerga ishlaymiz. Ertalab 9 dan kechqurun 7 gacha ishlaymiz. Mahalladagi bolalar shu yerga ishlaydi, bekorchi emas. Oilasiga, ota-onasiga yordam beradi. Keyingi yillarda Urgut tumanining Pochivon va Xo'jabaland mahallalarida yashovchi usta tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan turli shakldagi isitish pechkalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu bois ushbu turdagi pechkalar tayyorlash bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar soni ham ortyapti. Ko'plab fuqarolar esa aynan ular ortidan band bo'lmoqda.